Xotipiyon oy borib omon keldi deb duo qilgan ekan. Bu kishim oy borib qo'llarida omonchasi bilan qaytib turdilar. Shunga Xotipiyon ranjib qizlarni uylariga qo'ymagan ekan. Ko'cha-kuyda sarson bo'lmasin, savob bo'lar deb o'zimga nikohga olishga ixtiyor etdim, afandim. Barakalla. Boyni gapini ikki qilib bo'larmi? Mayli, mayli. Bu afandim, bu nikoh o'qish xizmatingiz nech pul bo'lar? Xoliqboy, o'zingiz ham bilib berursiz. Endi bir aniqroq bir narxni aytsangiz, shunga qarab berurdik, afandim. Ha, shundaymi? Ha, endi kelinimizni chiroyini qanchaga baholagan bo'lsangiz, shuncha bera qoling. Ana, Xoliqboy, kelinimizni bahosi bundan ham ortiq bo'lsa-chi, kam baholab qo'ymadingizmi? Ruxsat bersangiz, kelinimiz orazlarini menga ham bir ko'rsasalar, balki yana qo'shib berarsiz. Mayli. Bu ko'zlarini qiri bilan bir qiyo boqsangiz mayli. Qo'lingizni bering, Xoliqboy. Hop. Mana sizga 5 tanga qaytim